Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan OneID tizimida login parol tiklashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun brauzerimizga qidiruv joyiga OneID yozuvini yozamiz va enter bosish orqali keyingi oynaga o'tadi. Bu joydan birinchi chiqqan saytga o'tamiz. Sayt ko'rinishi bu joyda mana e'tibor bersangiz login parolni tiklash degan yozuvi bor. Shu yozuvni ustiga bir marta chap tarafini bosamiz sichqonchamizni. Keyingi holatda mana JSHR'sini yozishimiz to'g'ri kelar ekan. JSHR nima deganlarga rasmda ko'rishimiz mumkin. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami hisoblanar ekan, ya'ni 14 tali raqam. Bu eski pasportlarda shu holatda, yangi ID kartalarda orqa tomonda o'zi 14 raqamini alohida yozib qo'ygan bo'ladi. Shu joyga qarab turib, ko'rib o'zingizni nimangizni yozasiz. O'zingiz JSHRingizni yozasiz. Keyingi holatda telefon raqamingizni o'zingiz nomingizda bo'lishi kerak. Telefon raqamingizni yozib, SMS yuborish tugmasini bosiladi. Bosilgandan keyin keyingi oynaga o'tadi. Bu joyda SMS xabar kodini, telefon raqamingizga kelgan kodni yozib, qayta tiklash yozuvini bosish orqali login parolingiz qayta tiklanadi. Va login degan joyga loginni, parol degan joyga parolni yozib, kirish tugmasini bosganingizda o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.